Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Oshxona uchun mo'ykalarimizni har xil variantlardan kelgan. Hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi varianti kichkina razmerdagi 68 sm mo'ykamiz. Ichida ikkita setkasi chiqadi. Buni yoqsanglar filtrdan tushadi. Bu yoqdan issiq suv, sovuq suvga o'tkazadigan funksiyasi. Buni yoqsanglar smesитель 3 xil pozitsiyada ishlaydi. Buni yoqsanglar sharsharasi, sharsharlarni to'liq qolsa, buni yoqsanglar o'zini o'zi tozalaydi. Buni yoqsanglar bu yoqga stakan qo'ysanglar choy beradi. Buni yoqsanglar sharsharlar regirovkali tepaga pastga qaraydi. Bu suvni to'ldirsa bo'ladigan funksiyasi. Mo'ykalarimizning hammasining ichi reflonli bo'ladi, chizilmaydigan materialdan. Hop, buni narxi 1 million 200 ming so'm, dastavkamiz bepul. Bu modeli yangicha variant, ko'pchilikda yo'q. Telefon qo'ysanglar bo'ladi. Подписка bosib qo'yamiz. Mo'ykamizning taxtagacha bu yog'i nerjaveykadan bo'ladi. Orqasi toshdan. Mo'ykamizning ichida ikkita setkasi chiqadi. Bundan tashqari buni ushlash funksiyasi. Bu yoqdan o'zingizga yoqqanicha boshqarasizlar. Vodopad bo'lib ham tushadi. Buning narxi $100. Bunga ham dastavkamiz bepul. Oxirgi funksiyadagi ko'rishingiz mumkin. Buni sharsharlari tepaga pastga boshqariladi. Buning narxi $130. Ichida ikkita setka bo'ladi. Taxtagacha ham chiqadi. Bu